Assalomu alaykum. Men Ziyodullayev Abdulloh, Sirdaryo viloyatidan. Yoshim 19 yoshda. Oilamizda san'atkorlar yo'q. San'atga qiziqishim 5-sinfdan boshlangan. Uydagilarimga xabar bergandan keyin men ashlayishga qiziqaman, ashlaytaman degandan keyin birinchi bo'lib dadam qarshilik qilganlar, akalarim qarshilik qilgan. Bitta menga uddalaysan, eplaysan deb onam yonimda turganlar. Keyinchalik har xil konkurslar, har xil festivallar bo'lgan payt qatnashib faxrli o'rinlar olib kelganimdan keyin asta uydagilarim o'sha qiziqishni boshlashgan va har xil mehmonlar kelsa uyga, qarindoshlarimiz kelsa, albatta kamida 2-3 ta ashula aytib berardim. Ularning ijobiy fikrlari meni juda xursand qilardi. San'atga qiziqishimni yanada oshirardi. Chunki masalan boshqa bir konkursga borsam, ustozlar yaxshi zo'r aytding deysa, yanada qiziqardi. Xuddi shunday uydagilarim, qarindoshlarim ijobiy fikr bildirishsa, yanada o'zimga ishonchim oshardi. O'z 9-sinfgacha o'rta maktabda o'qiganman. Ham maktabda, ham musiqa maktabida o'qiganman. Ixtisoslashtirilgan emas. Musiqa maktabida tahsil olishni boshlaganimda birinchi ustozim Jahongir ustoz Negmatov bo'lganlar. Ulardan birinchi olgan asarim shu birinchi olgan ashulam ustozlar bo'lgan. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar. Keyingilariga Kamoliddin Mirsoliyevning Onajon degan ashulalarni o'rgatganlar. Undan keyin asta-asta shu milliy yo'nalishga qarab Otmagay tong, Bo'ylaringga, Ey Sarviravon, Ey Nozanin, Bir kelib ketsin, Ey Sabo, Farg'ona tongga otguncha etap qiyinlashtirib boraverganlar. Muzikallikni bitirganimdan keyin Respublika musiqa va san'at kollejiga o'qishga kirganman, imtihon topshirib. U yerni 2 yil o'qib tamomlagach, hozirda Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati institutida an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston xalq hofizi Abdunabiy Ibragimovda tahsil olaman. Shu Yunus Rajabiy institutiga kirishim bilan shu birinchi kursni shu birinchi semestrdan boshlab birinchisiga Saraxbori Oromjon oldim. Ikkinchi semestriga Saftikalon turkum oldim. Va uni ham topshirib tugatdik. Mana endi sessiyalar boshlangan, imtihonlar, yakuniy imtihonlar. Yakuniy imtihonlarda mana tugatib oldik. Respublika musiqa va san'at kollejiga kirishimga bir 3 oylar qolganida San'atim senga obod yurtim degan ko'rik tanlovdan respublika bosqichida birinchi o'rinda olganman. Undan tashqari 2021-yil Yoshlar ovozi festivalida an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha yana respublika bosqichiga o'tganman. Va Qoraqalpoqda Bo'zotuvda bo'lgan. U yerdan o'rin ololmaganman, lekin xafa bo'lmaganman. Chunki o'sha respublika bosqichiga chiqishni o'zi ham katta narsa edi. Masalan, meni tengdoshlarim o'tisha olmaganda bitta meni tanlashganiga men xursand bo'lganman shunisiga. Kasbimni kiyib ketaman-da, ko'chada qo'shnilar turishgan bo'ladi. Qat ketyapsan konkursga. Omad, malades. Bo'shashma deb endi yaxshi fikr berib jo'natib yuborishardi. Mana endi 2025-yil nasib qilgan ekan, Xudo xolasa o'rin olishga harakat qilaman. Hozirga aytib beradigan ashulam Qo'qon shog'i Hoji Abdulaziz Abdurasulov qayta bastalagan. Qaro ko'zingni asiri mudom surmayin oz anozanina zamona ko'rmadi bir sen kabi qadi tannoz anozanina. Bu ashulalarni kollej vaqtimda o'rganganman. Ahror ustoz, Imomov Ahror ustozimni o'rgatganlar. Maqom yo'nalishida hozirda tahsil berayotgan ustozim Abdunabiy Ibragimov, xalq hofizi. Undan tashqari marhum Fattohxon Mamadaliyev, Ma'murjon Zoqov va Soyibjon Niyozov o'zimiz xalq hofizi. Ayni paytda shu insonlarni ijrolarini eshitib o'rganyapman. Katta ustozlarni oldida o'zimni ijroyimni yetkazib berishni o'rgandim. Masalan, hayajonlanmaslik yoki sahnada turish, shunga o'xshagan narsalar. 2021-yil yutqazganimdan keyin o'zimga va'da berganman, endi bunisiga sal murakkabroq, kattaroq maqom tayyorlab, hali qatnashaman degan maqsadda yurdim. Nasib niyatimga yetdim. Bugungi respublika bosqichiga Saraxbori Oromjon maqomini tayyorlab keldim. Bu uchun hozirgi Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti ustozlarimga
kattakon rahmatimni, minnatdorchiligimni bildiraman.